Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, bugungi sessionga xush kelibsizlar. Bugun bizni asosiy gaplashadigan mavzuyimiz demak Advent of Cyber 2025 bo'ladi. Ya'ni bu qanaqa narsa? Bu shunaqa narsaki, har yili shu Trahacme tomonidan bo'lib o'tadigan musobaqa. Ya'ni onlayn 24 kun davomida challenge bo'ladi. Turli xil yo'nalishlarda bizga o'sha kiberxavfsizlik bo'yicha savollar berilgan bo'ladi. Biz o'sha masalalarni demak yechishimiz kerak bo'ladi. Biz oldingi yili xo'sh 2024-yilda har kuni stream qilib, birgalikda masalalarni auditoriyamiz bilan birgalikda yechganmiz. Har kuni yangi bilimlarni demak orttirganmiz. Xo'p, har yili bu ya'ni bu kontestga biz 2021-yildan beri qatnashib kelamiz. Juda ham yaxshi yangi bilimlarni 24 kun ichida boshlang'ich darajada olishni imkoniyati katta. Xo'sh, har yili 1-dekabrda bu musobaqa bo'lib o'tadi. Ya'ni biz ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdan agar oldingi o'sha Advent of Cyber 2024 yoki bo'lmasa 2023 qilib ko'radigan bo'lsak ham oldingi shu masalalarni ko'rishimiz mumkin. Hozir ularni bir qarab o'tamiz. Advent of Cyber 2024 qilaylik. Yaxshiroq bo'ladi. Shunda misol uchun qanaqa masalalar tushgan, ularni ham bir ko'rib, muhokama qilib ketsak bo'ladi. Mana xo'p, mana 24-yil. Xo'p, bu yerda nima bo'ladi? Mutlaqo tekinxona. Xo'p, $100,000 dan ortiq mukofotlar qo'yilgan bo'ladi, sertifikat beradi. Mana turli xil o'sha yo'nalishlarda demak savollari bo'ladi. O'tgan yili qanaqa bo'lgan? Mana demak penetration testing, cloud security, log analysis, digital forensics, incident response and web application va shunga o'xshagan yo'nalishlarda demak bizga savollar berilgan va biz ularni birgalikda yechganmiz. Xo'p, qancha bu yerda sovrinlar qo'yilgan bo'ladi? Sovrinlar nimaga bog'liq bo'ladi? Qancha ko'p savolga javob beriladigan bo'lsa, ya'ni xonalarni ishlaydigan bo'lsangiz, mana shu sizga tiket beriladi. Tiket berilgandan keyin mana shu sovg'alardan birini yutib olish ehtimolingiz paydo bo'ladi. Bu 2024-yilda qo'yilgan sovrinlar va shu nima shartlari edi. Endi biz 2025ga e'tibor qaratamiz. 2025 odatda 1-dekabrda chiqib kelar edi, lekin bu yil qandaydir yangilik bo'ldi va bu xonani bu yangilik juda ham yaxshi bo'ldiki, Advent of Cyber Prep Track degan, ya'ni preparation xonani bular bu yil ishlab chiqdi. O'zi aslida 1-dekabr yo bo'lmasam o'sha 30-noyabrda ko'rsatardi, xonalarni ochib qo'yardi, lekin bu yilga kelib mana hozir ko'rishimiz mumkin. Ya'ni warm up deydi, xuddi shunga o'xshagan narsani bizga ya'ni taqdim etdi. Xo'p, mana 2025-yilda bizda xo'p nimalar kutyapti? Asosiy sovrinlar mana $150,000 dan ortiq sovrinlar bu yerda mavjud. Bu yil ancha yaxshiroq va kattaroq narsalarni qo'yibdi. Xo'sh, ko'rishimiz mumkin. Ya'ni shuncha sovrin qo'yilgan. Buni o'sha aytganimizdek, yutish nimaga bog'liq? Qancha ko'p xona ishlagan sari tiket beradi. O'sha tiketlarni to'plash orqali, xo'p, demak bu sovrinlardan biriga demak ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. O'zi maqsad bu yerda sovrin ham emas, asosiy masala bu yerda o'sha bilim olib, ya'ni 24 kun davomida yangi bilimlarni egallash. Xo'sh, bu yerda mana o'qib chiqsangiz bo'ladi. Qanaqa qilib misol uchun shu sovrinlarni yutish haqida ma'lumot berilgan. Mana 1-dekabrdan boshlanadi, 24-dekabrgacha davom etadi. Oxirida tugagandan keyin mana bunaqa sertifikat beradi. Ya'ni tugatdi degan. Ya'ni bugun biz mana shu xonani sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizni nimalar kutayotganligini 2025-yildagi Advent of Cyberda, ya'ni qanaqa masalalar kutayotganligini demak birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, Trahacme qanday qilib ishlatiladi? Trahacme ishlatish juda ham oson. Mana misol uchun mana shu xonani ko'rinishi, mana bu yerda ba'zida turadi Start Attack Box yoki Start Machine degan, xo'p, nima? Mana knopka, button bo'ladi. Ya'ni buni bosish orqali biz o'sha o'zimizni virtual Linux mashinamizga access olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda shu Trahacme'ni o'zini qanaqa qilib ishlatish mumkinligini ko'rsatib o'tgan. Xo'sh,
biz bu yerga to'xtalib o'tirmaymiz. Ya'ni o'sha attack boxni bosish orqali bizda to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni tizimga, virtual mashinaga dostуп bo'ladi, ya'ni access bo'ladi. Xo'p, savollarga javob berish juda ham oson. Mana shu agar savolga javob berish kerak bo'lmasa, shunchaki o'sha check it yoki complete bosiladi, keyin savolga javob berilgan hisoblanadi. Bitta room deganda, ya'ni mana shu hamma challenge'larni tugatilganligi bitta room deyiladi. Ya'ni mana bitta tabni emas, taskni emas, ya'ni hammasini tugatib chiqsangiz, keyin shunda xo'sh, bu ya'ni room tugagan bo'ladi. Xo'p, hamma ijtimoiy tarmoqlarda ular bor. Bularni o'zlarini shu kiyimlarini reklama qilib qo'yishgan bu yerda. Xo'sh, ana endi biz bu demak kichkina savollarga javob berishni boshlaymiz. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, bu yilgi asosiy fokus demak blue teamingga qaratilgan bo'ladi deb endi men taxmin qilyapman, chunki bu yerda asosan mana bu backgroundlari ham qandaydir ko'k, keyin response team, ya'ni red teamdan yoki bo'lmasam AIdan bo'lgan hujumlarni analiz qilish, ya'ni LLM attacklarni analiz qilish ko'proq mana shunga qaratilgan bo'ladi degan assumptionni, ya'ni o'sha nima taxminni qilyapman men o'zim shaxsan. Xo'p, demak, qaraymiz nima, ya'ni qanaqa challenge'lar bor ekan. Ya'ni bugungi asosiy session mana shu haqida demak bo'lib o'tadi. Keyinchalik ya'ni boshqa xonalarni ham ko'rib chiqamiz oldingi yillardagi savollarni ko'rishlik uchun. Demak, mana bizda birinchi challenge password pandemium. Xo'p, bizda mana bu yerda mana sharti berilgan bo'ladi, ya'ni nima qilishimiz kerak va keyin mana flagni topishimiz kerak bo'ladi. Buni xuddi kichkinagina bir CTF deb qarasangiz ham bo'ladi. Biz view saytni yoqib qo'yamizda, keyin shartini o'qiymiz. Ya'ni bu yerda nima deb yozilgan. Xo'p, bu yerda weak password qo'yilgan deyapti. Max Kidning paroli 123. Xo'p, biz uni nima qilishimiz kerak ekan? Ya'ni yangilashimiz kerak ekan. 12 ta bo'lgan parolga uppercase, lowercase, number, ensure, ya'ni bridge databazada bo'lmagan bo'lishi kerak ekan. Ya'ni oddiygina parolni yangilab qo'yishimiz kerak ekan. Chunki asosiy hujumlar, endi bunga ham sharh berib ketsak yaxshi bo'ladi-da. Chunki mana bu parol ham kuchli ko'rinishi mumkin. Bu yerda misol uchun belgi bor, mana special belgi, raqam bor, katta capital letter bor, kichkina harflar bor. Lekin shunday bo'lsa-da ham bu parol bridge databazada bo'lganligi uchun, ya'ni leaked password listda bo'lganligi uchun bu parol zaif hisoblanadi. Hozir endi biz bu yerga yangi demak bitta parol qo'yamiz va flagni olishga erishamiz. Xo'p, 12 talik parol qo'ydik. Katta harflardan, kichkina harflar, raqam va simbollardan tashkil topgan. Submit qiladigan bo'lsak, bizga mana bu yerda hop flagimizni keltirib berib chiqardi. Buni olib bu yoqqa olib kelib tashlaymiz va javob to'g'ri degan narsa bizda kelib chiqadi. Ya'ni qolgan xonalarda ham xuddi shunaqa, misol uchun mana boshlanadi-ku. Boshlanganda shunaqa qilib flagni topish kerak bo'ladi. Bu hozir juda ham yengil bo'lgan write up hisoblanadi. Xo'p, bu yerda ikkinchi mashqqa demak e'tibor beramiz. Ikkinchi mashqda bizda mana virus total bor ekan. Virus totalda biz chocolate.exe degan faylni demak analiz qilishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'sh, virus total nima? Virus total juda ham yaxshi platforma, ya'ni o'sha malicious linklarni tekshirish uchun, malicious fayllarni, misol uchun APK fayllarni ham tekshirib beradi. Ya'ni ular maliciousmi, zararlimi yoki zararli emasmi, virus ichida viruslari bormi yoki yo'qmi, mana shu narsani bizga demak ko'rsatib beradigan bu platforma. Ya'ni buni inson o'zini shaxsiy xavfsizligi uchun ham ishlatishi mumkin. Misol uchun mana bu yerda fayl tanlasangiz bo'ladi, qanaqadir fayl kelib qoladigan bo'lsa, URL bo'lishi mumkin, qanaqadir misol uchun kunuzmi yoki bo'lmasam qanaqadir saytdan link kelib qoladigan bo'lsa, shu yerga qo'yib tekshirib ko'rishning imkoni mavjud. Yoki bo'lmasam search qilib file hash, IP adres, domain name'larni ham bu yerda tekshirib, ya'ni zararlimi yoki zararsiz ekanligini aniqlab olish mumkin. Bu asosan emas, ya'ni mana hakerlar hujum qilganda ularning IP adreslari bo'ladi, qanaqadir domainda bo'ladi. Ularni shu yerga kelib tekshirib ko'rganda, mana shu yerda o'zi
zararli yoki zararsiz bo'lmagan degan flagni bizga demak ko'rsatib beradi. Hozir biz bu yerda qiladigan ishimiz demak chocolate.txt ni skan qilib, keyin flagni toshimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerga o'zi yuklab qo'yilgan. Biz buni skan qilamiz. Xo'p, xuddi mana shu ko'rinishda ishlaydi. Misol uchun vendor in detail ma'lumotlari bo'ladi. Biz endi qaror qabul qilishimiz kerak bu yerda. Bu maliciousmi, xavfsizmi yoki bo'lmasam xavflimi? Bu albatta xavfli, chunki bittasi bizda qizil ko'rsatib turgandi. Buni kopiya qilib bu yoqqa olib kelib tashlaymiz va natijada flagimizga javob topiladi. Xo'p, attack boxga kelamiz. Attack box bu yerda demak sharti bor ekan. Nima qadamlar berilgan? ls qilib challenges welcome.txt ni o'qishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni attack box shunaqa bo'ladi. Qachonki attack box nima bu yerda o'zi paydo bo'ladi. Hozir endi bu info xona bo'lganligi uchun, ya'ni ichida virtual mashina xona bo'lmaganligi uchun bu yerda attack box yo'q, o'zi odatda bo'ladi. Attack boxga kirgandan keyin mana shunaqa holatda bo'ladi. Endi odatda Ubuntu tizim bo'ladi. Endi bu yerda hozir command line bilan ishlashni ozgina bizga o'rgatib ketmoqchi. Xo'p, mana ls demak, agar Linuxda xabaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, bu yaxshi bilim bo'lib qoladi. Ya'ni misol uchun ls o'sha faylni, tizimdagi fayllarni ko'rish, keyin sd o'sha papkaga kirish, papkani o'zgartirish. Xo'p, cat esa bu o'qishni, ya'ni o'sha faylni ichidagi kontentni o'qishni bildiradi. Misol uchun mana bu yerda demak bizda welcome.txt bor ekan. Demak buni o'qib ko'ramiz. Nima bor ekan ichida? Bizda ready to hack degan demak tekst kelib chiqdi. Demak, mana ko'rishimiz mumkin. Boshlang'ich juda ham Linux komandalarini bu yerda uchtasini ko'rayotgan bo'ldik. ls, sd va cat. Shunaqa qilib, ya'ni Advent of Cyber'ni maqsadi ham mana shu. 24 kun davomida yengil bo'lgan, lekin boshlang'ich darajadagi mana shu Linux turli xil domenlarda cloud, AI, pentesting, blue team har xil yo'nalishlarda demak bizga o'sha bilimlarni beradi. Xo'p, demak endi 4-xonaga qaraymiz. Bu yerda nima? CMD conundrum. Xo'p, bu yerda bu mana bu Linuxniki edi. Endi bu yerda CMD, ya'ni Windowsga tegishli bo'lgan command line promptni, komandalarni demak ko'rib o'tamiz. Bu ham nihoyatda muhim bo'lgan komandalar hisoblanadi. Chunki misol uchun PowerShell bo'ladimi yoki bo'lmasam CMD bo'ladimi, u yerda mana dir degan komandamiz ls ga teng. Ya'ni dir equals to ls. Linuxda ls, Windowsda dir. Ikkalasi bir xil narsani bajaradi. Demak, bizda mana bitta mystery data degan, mana dir degani directory degan, ya'ni folder, papka bor ekan. Endi buni ichiga biz kirishimiz kerak. Yo mystery data debdi, biz kirmaymiz va ikkinchisini sinab ko'ramiz. Ya'ni dir/a bu yashiringan faylni ko'rsatadi. Bu yerga kirib olishimiz kerak. sd mystery data ichiga kiramiz va dir qilamiz. Xo'p, bizda dir qilganimizda notes.txt bor. Endi dir/a qilganimizda demak bizda mana hidden flag.txt degan fayl chiqib keldi. Umuman olganda mana Windows agar ishlatadiganlar bo'lsa, Windowsda o'sha CMD ni ochib, dir shunchaki dir yoki dir a qilib tekshirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yashirilgan fayllarni demak biz dir/a formatida komandasi bilan topar ekanmiz. Xo'p, dir/a bu Linuxda equal to ls-la ga teng. Ya'ni Windowsdagi yashirin fayllarni bu komanda orqali, Linuxdagi esa bu yashirin fayllarni demak bu komanda orqali biz topamiz. Endi uni o'qish. Xo'p, Linuxda biz ko'rdik, cat welcome.txt edi. Ya'ni bu unga teng type welcome.txt. Ya'ni Windowsda cat degan komanda yo'q, ya'ni CMD'sida, command line promptda. Shuning uchun type welcome.txt bu Linuxdagi cat.welcome.txt ga teng bo'ladi. Hozir bizda demak mana bu fayl bor. Bu faylni o'qish uchun biz type hidden flag.txt qilamiz.
va bizda mana javobi kelib chiqdi. Buni olib kelib bu yerga tashlaymiz. Demak, bizda bildik, dir Windowsdagi fayllarni ko'rsatadi. Mana bu -a yashirin fayllarni ko'rsatadi. Type bu Linuxdagi ketga teng, ya'ni bizga o'sha faylni kontentini o'qishni imkoniyatini beradi. Xo'sh, endi Linux haqida saytni ko'rib olamiz. Bu yerda aytyapti maxkd kiring, ls-a va catni o'qing. Biz hozirgina yuqorida bu narsani gaplashdik. Demak, ls-a qiladigan bo'lsak, bizda home bor. Home'ga kiramiz. Yana -l, ls, maxkd, ls-la qiladigan bo'lsak, demak bizda mana secret message bor ekan. Demak, mana shu oldiga nuqta qo'yilsa, Linux tizimida oldiga nuqta qo'yiladigan bo'lsa, bu fayl yashirin faylga aylanib qoladi. Endi uni o'qish uchun, demak, biz yana cat komandasidan demak foydalanamiz. Secret message va ko'rishimiz mumkin, bizga flagni keltirib berib chiqardi. Xo'sh, cd ls-la cat secret message ni demak o'qishga biz erishdik. Endi 6-mashni ko'ramiz. Xo'p, bu have I been pwned? Bu qanaqa veb-sayt? Bu shunaqa veb-saytki, bu o'zi real veb-sayt, ya'ni buni hozir jonli ko'rib ketsak ham bo'ladi. Juda ham yaxshi veb-sayt bu. Bu qanaqa? Misol uchun emailingiz bo'lsa, shu yerda tekshirib olsangiz bo'ladi. Sizning parolingiz leak bo'lganmi yoki leak bo'lmaganmi? Agar osonroq parol qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, mana shu tomoni yaxshi buni. Misol uchun любой bitta emailni olib, endi o'zingizniki bo'lgan, olib tekshirib ko'rsangiz, shu yerda keltirib chiqarib beradi. Seni paroling shu, mana shu platformada leak bo'lib ketgan, ya'ni chiqib ketgan degan ma'nodagi ma'lumotni bizga beradi. Ya'ni o'sha parollarni tekshirib beradi. Misol uchun biz tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda mana parolni tekshirish ham bor. Parolni leak bo'lib ketganligini, ya'ni sizib chiqib ketganligini ham tekshirish mumkin. Parolga kelib, misol uchun biz keling boyagi parolni yozib ko'ramiz mana. Password 1 qilamiz va tekshirib ko'ramiz. Oh, no pwned. Mana bu parol 3 million marta ko'rilgan. Ya'ni mana bu yerga yozib ko'rsataylik. Mana men qaysi parolni yozdim hozir? Password 1 yozdim. Endi boyagi parolni yozib ko'ramiz mana. Password keyin 1 2 3. Ko'rinishda yaxshiga o'xshaydi. Xo'p, chek qilamiz. 393 ming marta, demak, mana bu parol internetga chiqib ketgan ekan. Ya'ni bu real, ya'ni insonni o'zini xavfsizligini tekshirib ko'rish kerak bo'lgan, tekshirib ko'rishga yordam beradigan juda ham yaxshi platforma. Xo'p, emaillarni ham tekshirib ko'rsa bo'ladi. Shularni ham ko'rsatgan. Yani, misol uchun emaillar sizib chiqib ketganmi yoki yo'q. Bu yerdagi biz hozir asosiy maqsadimiz demak emailni tekshirib ko'rish bo'ladi. Mana maxkdni emailni olamiz. maxkd@tbfc.com tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda ko'ryapsiz. Demak, hopsec.io da compromised degan chiqib keldi. Mana shu yerda demak paroli buni sizib chiqib ketgan. Buni olib kelib bu yerga tashlaymiz va natijada javobni topgan bo'lamiz. Xo'p, keyingi mashqqa o'tamiz. Wi-Fi was in the where will. Xo'p, bu yerda nima qilishimiz kerak ekan? Login to the router and secure it with strong new password. Xo'p, demak parolni yozib ko'ramiz. Admin. Endi bitta yangi parol qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Mana yangi parol qo'yib yubordik. 12 talik simvollardan tashkil topgan. Xo'sh, keyin raqamlardan, katta kichkina harflardan tashkil topgan bo'lish kerak. Ya'ni e'tibor berishingiz mumkin. Men o'zimiz shaxsiy tajribamizdan bitta narsani ayta olamizki, 5 yil oldin bu 12 ta emas edi. 12 ta emas edi, ya'ni undan kamroq edi. 10 ta yoki bo'lmasam mana shunaqa atrofda edi. Hozirga kelib, mana hozir 8 talik parolim uje yetmayapti. Ya'ni 12 ta qo'yishga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu degani texnologiya shunaqa rivojlanib ketdiki, parollarni topish, ya'ni buzish osonlashib ketib qolganligini
dalolatini beradi. Ya'ni chunki bu platformalar doim kuzatib boradi. Ya'ni shunga qarab turib hozir biz demak 12 talik parol qo'yish odat bo'layotganligini bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Xo'p, find and remove the malicious connected app. Ya'ni mana telefonimizga qanaqadir malicious app o'rnatilgan bo'lsa, buni qanday qilib tekshirishimiz mumkinligini, ya'ni qanday qilib accessini yo'q chiqarib yuborishimiz mumkinligini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni bu asosan Windowsda ham, iOSda ham bor. Agar applicationni ichiga kirib ko'radigan bo'lsangiz, o'sha yerda permissionlar turadi, ya'ni ruxsatlar turgan bo'ladi. O'sha yerda hamma narsaga ruxsat bo'ladi. Misol uchun mikrofonga, kameraga, kontaktga, xo'sh, yana nima, ovoz yozib olishga, mana shunaqa huquqlar unga berib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni uni cheklab qo'yish kerak. Misol uchun qanaqadir deylik, til o'rganadigan dasturni sizni kontaktlaringizni o'qishga haqqi bo'lmasligi kerak. Ya'ni buni odatda, ya'ni soha tilida aytadigan bo'lsak, cyber hygiene deyiladi. Ya'ni kiber gigiyena. O'zingiz mana shu tekshirib, ya'ni nimalarga ruxsat bor yoki yo'q. Umuman Windowsning o'zida ham qanaqa xo'p permissionlar berib qo'yilgan, chunki agar permissionlarga e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, har bitta o'sha, chunki harakatingiz logda saqlanib boradi. U loglar esa Microsoftga tinmay jo'natilib yuborilaveradi. Ya'ni uni qanday qilish mumkin? google.com qilamizda. Mana bu yerdan Google yozilmay qoldi. Xo'p, google.com how to turn off unnecessary background programs 11 yoki bo'lmasam background Microsoft permissions qilsangiz kelib chiqadi mana shu narsa. Mana shu yerda mana ko'rsatgan, disable. Har xil yo'llari bor. Misol uchun buni ko'rish kerak. O'zi o'sha mana shu yerda joylashgan mana. Settings, privacy, background apps yoki bo'lmasam sistemani o'zini misol uchun nastroykasi bor. O'sha yerdan ham bu narsani to'g'irlash mumkin. Ayni mana shu narsani nazarda tutib aytayotgandik. Mana background appsga kirasiz, mana bu yerda mana backgroundda yurgizib, ular hamma ma'lumotlarni to'plab yotadi. Misol uchun mana bu soatni ma'lumot yig'ishning umuman keragi yo'q. Kalkulyatorni yoki mana buni bu yerda, ya'ni xuddi mana shu narsa nazarda tutilyapti. Ya'ni telefonda ham xuddi shu narsa. Ya'ni qancha ko'p ma'lumot chiqib ketaverar ekan, ya'ni chiqib ketaveradi deganda ma'lumot almashinuv bo'laverar ekan, ya'ni u tizimlar o'sha telefon haqida bo'ladimi yoki bo'lmasam kompyuter haqida bo'ladimi, demak ma'lumotni xo'p yig'ayotgan bo'ladi. Xo'p, bizda mana kalendar, notifications, password vaultni revoke ko'ramiz. Demak, keyin bizda flag kelib chiqadi. Xo'sh, endi 9-siga kelamiz. Chatbot confession. Bu yerdagi demak qiladigan ishimiz nima ekan? Identify which chatbot messages contain sensitive information. Qaysi demak chatbot bu yerda muhim, ya'ni sensitive ma'lumotni saqlab turibdi. Reminder, admin leaves bu, ya'ni admin portalni ochib qo'yganligi bu to'g'ri emas. Budget spreadsheet, parolni mana bu yerga ochib qo'yibdi. Mana bu yerda service token bor ekan. Mana shular sensitive datalar hisoblanadi. Demak, buni topshirib ko'ramiz. Javobi kelib chiqdi. Buni topshirib olamiz. Ya'ni chatbotlarda ham ehtiyot bo'lish kerak. Parollarni, sensitive datalarni iloji boricha emas, o'zi umuman ulashmaslik kerak. Misol uchun ism, qachon tug'ilgan, telefon raqam, GPT bo'ladimi, Gemini'mi, Cloud'mi, Grok, DeepSeek, farqi yo'q, ahamiyati yo'q. Ya'ni sensitive ma'lumot hech qaysi qisqasi ulashilmasligi kerak. Chunki ular u narsani train uchun saqlab qo'yadi va ya'ni u o'zingizning zararingizga ishlab qolishi mumkin. Xo'sh, Bunny's browser trail. Xo'p, bu yerda demak biz nima qilishimiz kerak ekan? Find the unusual user agent in the HTTP log. Demak, unusual bo'lgan user agentni demak bu yerda biz topishimiz kerak ekan.
Xo'p, buni biz o'qib ko'ramiz. Mana bu yerda admin panel bunny OS hopsekbot degani, demak bizga malicious bo'lib, ya'ni unusual bo'lib ko'rinyapti, chunki mana bu Edge'da turibdi, Firefox on Linux, Safari on macOS, Chrome on Windows, Safari on iOS, bular hammasi joyida, lekin mana bu qandaydir shubhali bo'lgan, ya'ni C2, ya'ni hakkerni bilan aloqa qilish uchun o'rnatilgan, demak, domain ham bo'lishi mumkin. Xo'p, buni keyin kopiya qilib olamiz, bu yerga olib kelib tashlaymiz va xona, demak, savollarga javob bergan bo'lamiz. Endi bitta write up qo'ysak tezda juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni mana hozirning o'zida, ya'ni yarim soatning ichida biz nimalarni o'rganishga erishdik. Birinchi o'rinda parolni 12 ekanligi, demak default hozirgi kunda minimum 12 ta parol qo'yish kerak ekanligini. Ikkinchisi qanday qilib zararli fayllar analiz qilinadi VirusTotal orqali. Uchinchi o'rinda xo'p Linuxdagi boshlang'ich komandalar ls stdcat, cmd komandalari dir /a type. Xo'p, Linuxdan yana sdls-la, ya'ni hidden fayllarni ko'rsatishi. Xo'p, Hawaii bin Ponetdan qanday qilib parolimiz chiqib ketganmi yoki yo'qmi uni tekshirish, emailimizni ham tekshirish, ya'ni emailimiz internetda bormi, tarqab ketganmi yoki yo'qmi buni tekshirishni o'rgandik. Xo'p, routerni parolni yangilab qo'ydik, admindan boshqa yangi parolga. Xo'sh, telefon yoki bo'lmasam tizimlardan qanday qilib keraksiz permissionlarni olib tashlashni o'rgandik, ya'ni unusual permissionlarni. Xo'p, undan keyingisi chatbotlarda sensitiv bo'lgan, demak, ma'lumotlarni qaysi birda sensitiv ma'lumot bo'lgan bo'lsa, uni aniqladik. Undan keyin esa unusual bo'lgan hop user agentni topdik. Ya'ni user agent mana bu Firefox, Safari, Chrome, Edge bundan boshqacharoq bo'ladigan bo'lsa, demak bu o'sha zararli, ya'ni malicious bo'ladi. Xo'p, shularni demak o'rgandik. Endi finish line'ga keladigan bo'lsak, bu yerda endi buni o'qisak yaxshi bo'ladi. Ya'ni o'sha boshlang'ichdan o'rta darajaga olib chiqib ketadi, ya'ni sekin o'sha log analizlar, boshlang'ich komandalar, keyin o'sha red teaming, xo'sh, keyin blue team, ya'ni har xil yo'nalishlarda demak o'sha savollarni topishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buni check qilib qo'yamiz va xonani tugatib qo'yamiz shu yerda. Endi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin Advent of Cyber 2025-yilni landing page'ini ko'rishimiz mumkin. Mana 8 kun qoldi. 1 dekabrdan, demak 24 dekabrgacha bu bo'lib o'tadi. Xo'sh, har kuni shuni ham aytib qo'yishimiz kerak, har kuni soat 4 da. Xo'p, soat 4 PM GMT bu O'zbekiston vaqtiga adashmasam 7 ga to'g'ri kelsa kerak. Chunki bu UK vaqti bilan yuradi-da. UK vaqti bilan yuradi. Shuni hisobiga xo'sh 4 PM GMT adashmasam shu 7-8 oralig'i bo'ladi. Mana shunaqa 7-8 kechki payt e'lon qilinadi. Buni biz kanalimizda ham e'lon qilib boramiz, ya'ni o'sha chiqishi bilan harakat qilamiz birgalikda boshlab turib, ya'ni yetishlikka. Xo'p, demak bu yilgi qanaqa savollar bu yil beriladi, ya'ni qaysi yo'nalishlarda asosan? All qilaylik. Wow, вообще zo'r. Xo'p, exploitation with CURL. Demak, webga e'tibor qaratar ekanmiz CURL bilan. Web attack forensics, xo'p, phishing detection, malware analysis, AWS, cloudga qarab o'tar ekanmiz, Linux CLI, SOC alert triage, password cracking, xo'p, parollarni buzishni o'rganlar ekanmiz, Splunk basics, loglarni analiz qilishni, network discovery, container escape, dockerlar bilan ishlash, network, IDOR, xo'p, web prompt injection, AI ni qanday qilib xo'p inject qilishimiz mumkin, buni o'rganamiz. Webloglarni analiz qilish. Xo'p, mana bu yerda Windows registryni
qanday qilib demak buni analiz qilishni o'rganar ekanmiz. Social engineering, AI in security, cyberchef, ICS and Modbus. Mana bu nihoyatda katta yangilik bo'libdi. To'g'risi, ICS and Modbus men to'g'risi o'zim hayratlandim hozir ko'rib. Chunki ICS va Modbus nima? ICS bu Industrial Control System. Industrial Control Systemlarga nima kiradi? Endi bu haqida ham ozgina qisqa ma'lumot aytib ketsak, Industrial Control System hamma narsa. Zavodlar, fabrikalar, shifoxonalar, xo'sh, poyezdlar, samolyotlar, mashina zavodlari, mana shular, power plantlar, ISlar, ESlar, issiqlik energiya stansiyalari, atom energiya stansiyalari, mana shular, ya'ni ICS, mana shu, ya'ni Industrial Control System deyiladi. Modbus protokolni demak analiz qilishni o'rganar ekanmiz. Ya'ni mana shu bu nihoyatda real world bo'lgan nima? Yo'nalish ayni damda. Xo'p, Yara rollari, race conditions, C2 detection va obfuscation. Xo'p, bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, exploitationdan tortib hamma narsa bor ekan. Demak, web exploitation, ya'ni CRL orqali web atakalarni buzish, analiz qilish, phishingni aniqlash, xo'p, zararli dasturni analiz qilish, cloud bor, Linux haqida bilimlar, loglarni analiz qilish, parollarni buzish, xo'sh, yana web ataka, keyin AI mana ikkita joyda bor. Xo'p, mana bu yerda mana C2 red teaming, bu ham red teaming, obfuscation ham red teaming. Xo'sh, qiziq. Ya'ni juda qiziq mavzularda savollar, demak, challenge'lar demak bizga berilar ekan. Xo'sh, bular demak mana creatorlar, ya'ni sohada yurgan o'sha mashhur xo'p mutaxassislar. Bu yerda mana videosini ham keltirib qo'yibdi. Demak mana ko'rishingiz mumkin. Demak, Linux CLI dan birinchi kunimiz boshlanar ekan mana. CLI Linux shelllardan demak boshlanar ekan, keyin phishing, Splunk Basics, AI in security, IDOR, malware analysis, network discovery, ya'ni boyagi C2lar yoki bo'lmasam o'sha ICS yoki obfuscationlar oxirroqlarda kiradi. Chunki mana bu mavzularni ko'rishimiz mumkin. Mana boshlang'ichdan chiqib kelyapti. Keyin mana linklarni o'rgatadi, demak Linux shellarini, loglarni analiz qilish, AI ga ozgina tegib o'tamiz. Keyin IDORdan mana sekin boshlanadi, ya'ni jiddiyroq mavzuga o'tishni. Buni add to calendar qilib qo'ymaymiz. Xullas, shunaqa, ya'ni 24 kun davomida demak biz mana shu yo'nalishlarda agar umuman tajriba yo'q bo'lsa, ya'ni 24 kun ichida yaxshigina bilimga ega bo'lib qolishimiz mumkin bo'ladi. O'tgan yili biz xo'sh qanday qilganmiz? O'tgan yili har kuni demak stream qilardik. Stream qilib ya'ni yechib bo'lganimizdan keyin, ya'ni live bo'lardi bu, yechib keyin uni internetga, ya'ni o'sha YouTube kanalimizga joylab borar edik. Agar kanalimizni teparog'iga chiqib ko'radigan bo'lsalaringiz, o'sha yerda videolar qo'yilgan edi. Afsuski, u videolar hozir o'chib ketgan, chunki YouTube kanalimizni YouTube olib qo'ygandi. Shuni hisobiga u endi mavjud emas. Endi bu videolarni ya'ni saqlab qolishlikka demak harakat qilamiz. Xo'sh. Juda ham yaxshi. Tiketlar berib boriladi. O'sha aytganimizdek, tiketlar berib boriladi. Savollarga javob berishimizga qarab turib, ya'ni yechib bo'lganimizdan keyin endi bu yerda sovrin chiqib qolsa, albatta bizni auditoriyamizning ichidan kimgadir chiqib qolsa, albatta xursand bo'lamiz bu narsadan. Ya'ni chunki uning uchun ko'p xona yechish kerak bo'ladi. Ya'ni qancha ko'p xona yechar ekansiz, shuncha ko'p, ya'ni tiket ko'proq tiket yig'asiz, chipta yig'asiz. Chiptadan keyin u o'sha demak sovg'ani o'zlari o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yoki emailingizga qarab turib e'lon qiladi. Xo'sh, bizda demak Advent of Cyber bo'yicha session mana shu. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, demak bemalol hozir berishingiz mumkin. Qanaqadir tushunmagan joylaringiz bo'lsa, demak bemalol hozir shu yerda muhokama qilib
ya'ni savol javobni o'tkazsak bo'ladi. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Men bu chatda hozir yozib olyapsizmi? Aha. Kirmaganlarga chek qo'yish uchun. Yo'q, bo'ldi, u yozib olinyapti bu. Chat yozib olinyapti. Chat yozib olinyapti. Juda ham qiziq bo'ladi, juda ham yaxshi bo'ladi. Xo'sh, biz ancha yillardan beri bu platformada shug'ullanib kelamiz. Juda ham foydali. Xo'sh, turli xil yo'nalishlarda, misol uchun bu men aytgan bo'lardim, shaxsan bu arziydi. Bu juda ham arziydi. 24 kun ichida turli xil yo'nalishlarda, ya'ni boshlang'ich, eng qizig'i boshlang'ich darajada turli xil yo'nalishlarda boshlang'ichdan advanced darajagacha olib chiqadi. Ya'ni 24 kun ichida shu bilimlarni egallab olish. Ya'ni notlar qilib boramiz biz bu yerda, tushuntirib boramiz. Ya'ni bu shunchaki bundan tashqari, ya'ni biz o'zimiz demoqchimiz. Ya'ni bundan tashqari, bu xonani savollardan tashqari, mana bu yerda hozir shunchaki savollarni yechib shunchaki o'tib ketish emas, balki misol uchun aynan to'xtab, mana bu yerda nima o'zi haqiqatdan ham mana bu virus total nima, buni biz haqiqatdan tekshirib ko'ramiz o'zimiz. Bu nima, qanaqa, ya'ni mana bu shu tomonlama ham juda ham foydali bo'ladi. Ya'ni endi u yerda turli xil tullar keladi, turli xil o'sha Linux komandalari keladi, turli xil yangi bilimlar keladi. Ya'ni shularni ham egallab olishni 24 kun davomida ajoyib imkoniyati deb biz bemalol ayta olamiz. Xo'sh, savollar bo'lsa, bemalol savollaringizni hozir berishingiz mumkin yoki botga yozishingiz mumkin. Xo'sh, demak 1-dekabrdan boshlab turib biz sizlar bilan Advent of Cyber'ni 2025ni, ya'ni 1-kunni demak birgalikda boshlaymiz. Shunaqa. Demak, agar akkaunt yo'q bo'lsa, TryHackMe'da ochib olishni maslahat beraman. Ochib oling, juda ham oson. Google orqali yoki email orqali registratsiya qilishni imkoniyati mavjud. Xo'sh, keyin shunga qarab turib, ya'ni qo'shilib, ya'ni o'sha Advent of Cybergacha ochib qo'ysangiz, eng muhimi, ya'ni 1-kunda shunda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xo'p, birinchi mavzuni biz ko'rib qo'ydik. Birinchi mavzuni, ya'ni nima ekanligini ko'rdik. Demak, Linux shellari bo'lar ekan. Linux shellari bo'ladigan bo'lsa, bizning darslarimizni yoki bo'lmasam, mana bu yerdan o'sha Linux xonasi bor o'zi. Mana 1, 2, 3 mana shu xonalarni tugatib chiqishni biz tavsiya qilamiz. Ya'ni boshidanoq, ya'ni nima bo'layotganligini agar smoothly boshlab olaman desangiz, ya'ni yengil, silliq, oson bo'lsin menga deydigan bo'lsangiz, mana shu xonani, 3 ta xonani biz tavsiya qilamiz. Ya'ni chunki Linux bilan demak boshlanar ekan. Endi u yerda balki boshqacharoq komandalar ham bo'lishi mumkin. Ularni keyin biz yo'l-yo'lakay sizlarga tushuntirib, ya'ni ko'proq bilim berib ketishlikka demak harakat qilamiz. Advent of Cyber 2024-room. Mana xuddi mana shu xona. Mana odatda mana 1-dekabrda e'lon qilar edi. Xo'p, bu yerda mana o'tgan yil qanaqa bo'lgan? Xo'p, OPSEC, log analysis, XXE, AWS, shellcodelar, GRC, phishing, Wi-Fi attacka, Wi-Fi buzishni o'rgangan edik. Mana shu yerda haqiqatdan real world nima? Haqiqatdan Wi-Fi buzish, misol uchun mana VP2 yoki VP2, VP2, 3 mana shu ikkalasi odatda ishlatiladi. Mana shuni buzishni yaxshigina, ya'ni o'rgangan edik. Active Directory'ga mana bu yerda ozgina tegib o'tgan edik. Undan keyin log analysislar, prompt injection, game hacking, traffic analysis with Wireshark bilan qanaqa qilib xo'p nima o'sha trafficni analiz qilish mumkin, reverse engineering, hash cracking va communication protocols, MQTT adashmasam, mana MQTT mana shu protokol IoT protokoli hisoblanadi. Shuni qilib keyin tugatgan edik. Ya'ni juda qiziq bo'lgan edi. Juda ham ba'zi mavzular, ya'ni juda ham qiziq bo'lgan edi. Ya'ni bu shunga ham yordam beradiki, o'zingiz ko'rib olasiz. Ya'ni ko'proq Blue Teamga qiziqyapsizmi yoki Red Teamga qiziqyapsizmi yoki bo'lmasam administratorlikkami yoki mana bu loglarni analiz qilishga qiziqyapsizmi, cloudgami yo webgami? Mana shuni aniqlab olishga ham, ya'ni
yordam beradigan juda ham yaxshi nima guide desak ham to'g'ri bo'ladi. Tugatgandan keyin mana bunaqa sertifikat beradi. Shunaqa. Bu yilgisi ko'p ekan, ya'ni ko'proq. Ya'ni mavzularni boya ko'rib o'tdik, o'sha mavzularda bo'ladi. Ya'ni juda ham qiziq mavzular. Juda qiziq va aktual bo'lgan mavzular. Ya'ni ayni bugungi kunda kerak bo'lgan, ayni bugungi kunda qanaqa katta hacklar bo'layotgan bo'lsa, ayni o'sha hacklarni ya'ni tushunishga yordam beradigan. Chunki C2 bilan aynan o'sha ICS nihoyatda bugungi kunda kerak bo'lgan obfuscation, agar red teaming jihatdan qarab aytadigan bo'lsak, obfuscation, C2 detection, xo'sh, ICS, registry forensics, mana shu mavzular juda ham nima deydi? Ayni red teamingni pure mavzulari desak, ya'ni to'g'ri bo'ladi. Xo'p, demak, agar savol bo'lmasa, sessionni shu yerda yakunlaymiz. Agar savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol botga murojaat qilishingiz mumkin yoki shu yerda ham bersangiz bo'ladi. Qarang, Hayosizdan aka, agar yana webinar bo'ladigan bo'lsa, tashlab qo'ying bu kanalga. Ha, uni kanalga, agar kanalni kuzatib tursangiz, shu yoqda e'lon qilib boramiz. Bo'ldi. Shu yoqda e'lon qilib, o'zi ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilib boramiz. Hamma ijtimoiy tarmoqda, YouTube'da, Instagramda va Telegramda. Mana shu kuzatib tursangiz, shu yoqda e'lon qilib, vaqtini qachon ekanligini aytib boramiz. Buni hozir aytib qo'yishimiz kerak. Mana bu xo'sh, haligi Advent of Cyber 2025 1 dekabrdan boshlanadi. 1 dekabrdan biz ham boshlaymiz. Uni ham o'sha stream paytini ham yozib aytib qo'yamiz. Ya'ni hamma va yozib olib boriladi. Yozib olib borilib, bu internetga qo'yib boriladi. Ya'ni kanalimizga tashlab boriladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Har bitta challenge o'rtacha yarim soatdan 1,5-2 soat orasigacha davom etishi mumkin. Chunki challengelar o'zimizga ham yangi bo'ladi. Birinchi marta ishlayotgan bo'lamiz. Shu hisobdan, ya'ni tushuntirib berishlar hisobiga ham, ya'ni o'sha mavzularni to'liq tushunish uchun ham, ya'ni vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni o'rtacha mana shunaqa oralig'da kerak bo'ladi, lekin 24 kunda bu bilimlarni, ya'ni yangi bilimlarni olishlikka bu juda ham arziydigan vaqt deb biz bemalol demak ayta olamiz. Xo'p, e'tiboringiz uchun barchaga rahmat. Xo'p, sizlar bilan demak 1 dekabr kuni Advent of Cyberda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat.